mening jajji do'stlarim, ertak tomosha qilishga tayyormiz. Unda biz sizlarga rus xalq ertagi bo'lgan shovg'on ertagini taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bir bo'lgan bir yo'lga qadim zamonda bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Chol mazza qilib sho'rva ichmoqchi bo'lib, shovg'on ekmoqchi bo'libdi-da, bir talon yerga borib shovg'on urug'ini ekibdi. O'sha o'g'amjonga bunday debdi: debdi-da, uy tomon qarab ketibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bir dalamga borib kelay deb borsa, shovg'onjon katta bo'lib o'sibdi. Voy bu shovg'on pishibdi-ku, endi sug'urib olsam bo'ladi, debdi-da, shovg'onni belidan tutib tortibdi, lekin torta olmabdi. Shunda cholning kuchi yetmaganidan kampirni chaqiribdi. Voy kampir, menga qarashingni bor, mana bu shovg'imni birgalashib tortib olaylik. Ketyapman, jon, ketyapman, hozir yordam beraman. Men nima qilishim kerak? Mana bu shovg'imni tortib olaylik. Debdi-da, kampir chol shovg'onni belidan tutib birgalikda tortishdi, lekin sira torta olmabdi. Shunda ularning xayoliga qizi kelibdi. Voy chol, o'zimiz torta olmas ekanmiz. Bu qizimizni chaqirib olaylik. Qizim, voy qizim, ketyapman ayam, hozir yordam beraman. Mendan nima yordam? Bizga shovg'onni debdi-da, hamma birgalashib shovg'onni tortishdi, lekin sira torta olishmabdi. Shunda ularning xayoliga nabirasi kelibdi. Singiljon, hoy singiljon, tez kela qol. Hozir onajon, men hozir sizlarga yordam beraman. Mendan nima yordam kerak? Bizga shovg'onni tortishni yo'q, bo'ladi opajon, debdi-da, birgalashib shovg'onni tortishdi, lekin sira torta olmabdi. Shunda ularning xayoliga hayvonlari kelibdi.